Mumkinmi? Kiring. Chaqirtirgan ekansiz. Qalay? Yangi ish joyiga o'rganib qoldingizmi? Rahmat. Ancha o'rganib qoldim. Ha, ertalab shoshilib do'konga kirish esdan chiqibdi. Shundoq chiqib keling. Xo'p bo'ladi. Sigaret olasiz, faqat tez. Akmal Haydarovich, Ha? Nima gap? shu sigaretni olib kelmasam bo'ladimi? Nega? Agar o'rniga yaxshiroq, halol, pok narsa bo'lsa, mayli. Lekin sigaret Tushunmadim. Siz chekmaysiz-ku? Nima farqi bor sizga? yo'q, to'g'ri. Lekin o'zimga ravo ko'rmagan yomon narsani boshqalarga ham ravo ko'rmayman. Agar xafa bo'lmasangiz, ming bor uzr. Boshqa xizmat bo'lmasa, Ruxsat.